Ştatlarının prezidenti Trump ve Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping 11. ayının 16-17. günleri Çili devletinde ötküzülüdüğün Asya Tinç Okeanı İktisadi Hemkarlık Yukarı Dercilikler Yığını'da bu kelişimge, yani Amerika Cumhurbaşkanı tayarlanan kelişimge imza koyun. Yaki imza koyattı. Lekin Amerika hükümetinin bir nefer emelleri 29. günü munda ko'rsatdi. Bu kelişim belki Çili'yi de vaqtida imzalanmaydı. Bunun ma'nosi bu kelişimning Çili'de imzalanışı çaresiz kaldı. Vaqtida imzalanmaydı. Lekin bu ish kelishimning Amerika Cumhurbaşkanı imzalangan kelishimning gumron bo'lganligidan derak bermaydi. Qo'sh, vatandoshim, vaqt 10. ayning 29. kuni. Kelishim 11. ayning 16-17. kunlari imzo qo'yiladigan kelishim. Bugun 10. ayning 29. kuni Birleşmiş Devletler Teşkilatı'da Büyük Britanya'nın daimi turistik vekili Karen Pricey vattırğı çıktı. Bayanat ilan kıldı. Mütehassislerin teklifi boyunca Şinjan Uygur Abdunum rayındaki cezaları nezarband kılışlarını tavsiyen dedi. Vakit aralığının uzun kıskalığını ve vakayla şeylerin koyuluşunu, makan işçi koyuluşunu, tahirsizliğini, ciddiligini öyle kıran, hürmetli vatandaşım. Endilikte yana bir mavzu. Moşanıga münasibetlik, buna anlayışsız hürmetli vatandaş mavzumunda. Bugün Çislağa 2019 yıl 10. ayının 30. günü hepteki çarşembe vatandaş mavzumunda, qo'shimcha mavzu yok, korkaga münasibetlik mavzumunda ahvolda o'zgarish bo'ldi. Amerika Jungo birinchi bosqichli iqtisodiy kelishimining Chilida imzolanishi chorasiz qoldi. Mavzuli xabar 10. ayning 29. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Reuters haftanın 2. günü 10. ayının 29. günü haber kılıp bunda ko'rsatdi. Amerika hükümetinin bir nefer amaldori mundaq dedi. Birinchi bosqichli iqtisodiy kelishimi bu belgilangan muddat ichida Çili'de imzolanishdan chorasiz qoldi. Lekin bu kelishimning yemirilganligidan derak bermaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump ve Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping 11. ayının o'ttirillarida Çili'de Asya Tinch Okeanı İktisadi Hemkarlık Yukarı Dercilikler Yığını'na katlaşdı. İki taraf yığında tunji navbatli kelishimga imzo qo'ymoqchi edi. Lekin konkret vaqt bekitilmagan. Bu amaldor mundaq ko'rsatdi. Eğer Çili'de kelishim imzalanmasa, kelishim imzalash maqsadlarının gumron bo'lganligidan derak bermaydi. Bu faqat tayyorlikdan kutmaganligini ko'rsatib berdi. Bizning nishonimiz Çili'de kelishim imzalash edi. Yoki Çili'de kelishim imzalash bu bizning nishonimiz edi. Lekin belki kelishimning yozma nusxasi tayyorlanib bo'linmagan bo'lishi mumkin. Hazır ilgirlash bo'layotdi. Biz kelishimning Çili'de imzolanishini umid qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarning Moliya ministri Steven Mnuchin bundan burun mundaq degan edi. Mundaq ko'rsatgan edi. İki davlat iqtisodiy suhbat vakillar umiga birinchi bosqichda iqtisodiy kelishimining yozma nusxasini tirishib tayyorlayotdi. İki devlet rehberlerinden keler ayda imza koyuşuğa tapşırdı. Aksaray'ın iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow mundaq ko'rsatgan. Birinchi bosqichda iqtisodiy kelishimi o'ng'ishli ilgarilayotdi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning birinchi kuni, ya'ni 28-kuni mundaq ko'rsatgan. Men faraz qilib o'taman, balki Jungo bilan birinchi bosqichda kelishimni vaqtdan burun imzolashimiz mumkin. Vaqtdan belgilangan vaqtdan burun imzolashimiz mumkin. Lekin prezident Trump tafsiliy tushuntirmagan edi. Bu so'zning ma'nosini tafsiliy tushuntirmagan edi. Bu to'g'rida Jungo taraf Amerika Jungo qisman kelishim imzolash to'g'risidagi suhbatlarda amaliy ilgirlash bo'lganligini e'tirof qilgan. Jungo e'tirof qilgan. Hamda qisman kelishimning yozma nusxasini texniklik maslahatlashish tamomlandi degan edi Jungo taraf. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarining bu amaldorning so'zlari bir xil mumkinlik. Yani birinci bosqichda kelishim Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yuqori darajaliklar yig'inidan burun yezilib bitmaydiganligidan darakmadi. Demak, kelishimning yozma nusxasi tayyorlanmadi. Zaten imişqa. Yoki bu amaldor bir nima demadi, yoki Jungo taraf buna e'tiroz bildirmadi. Biroq dal mushu paytda Buyuk Britaniyaning Birleşken Devletler Teşkilatı Turuştuk, Daimi Turuştuk Vekili Karen Prince bayanat ilan kılıp Jungo hükümeti derhal naiti tizlik bilen Şinjan Uygur Abdunum rayonidagi nazarband qilish lagerini, jazolash lagerini to'xtatsiz Şinjan Uygur Abdunum rayonida mustamlika Uyg'uristonda Uyg'urlarni ixtiyoriy qo'lga olishni va boshqa musulmonlarni ixtiyoriy qo'lga olishni nazarband qilishni to'xtatsiz dedi bayonot e'lon qildi. Hurmatli vatandosh, yana bir maqola tayyorlagan edim, buni endi kelar adil qo'yib qo'ying. Buni mavzusi nimada qarab turing, ha? Yangi sovuq munosabatlar urushi. Tarihi paytlarda oz tepiladigan siyosat talant egisi Mike Pompeo. Mavzuliq maqola 10-ayning 29-kuni Shangbao gazetida e'lon qilindi. Abduri Uygun maqola mundaq tashlandi. Xayr, xo'sh vatandoshim. Bu maqolani tanishtirish, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishtirokchisi Mike Pompeo'ning Jungoga qaratgan siyosati va bu talant egisi, siyosat talant egisi, tashqi siyosatni ushlab turg'uvchi, belgilovchi davlat ishtirokchisi Mike Pompeo to'g'risidagi leksiyani so'zlaymiz vatandosh.